Assalomu alaykum. Bugungi ishimizni bitirib oldik. Şimdi kotyol bo'ldi. Akkuratnet nasozlarini klaplar bilan o'rnatib qo'yganmiz. Yine tashqarisidan qo'yiladigan bo'ldi bu. Kotyolimiz shu yerda turibdi. Birinchi tochka. Düşüklerine e'tibor berasizlar. Havolar ham yirtilmagan. İçeride chang yo'q. Birinchi tochka, birinchi xonamiz. Mana birinchi tochka. Yana ikkinchi tochka. Bu yerdan shu oboy. Ko'rishingiz mumkin. Bu yırtılma. Biz bunu düşelim ya. Yana neye girip ketken? Banyoga. Yandan kuxnyaya o'tib ketgan. Shuni ko'rsangiz ya. Takiz. Yana qo'ldan o'tib ketgan. Yana zalga o'tib turibdi. Ha, bu oxirgi tochkamiz. Yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol shulardagi nomerlarga aloqa qilasiz. Ishlaringizni sifatli, tez, hamyonbop qilib bitirib beramiz. Hammaga rahmat.